Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar. G'alla maydonlaridagi zarchechak. Bunga Granstar Plus yoki Unico preparatlarni ishlasanglar bo'ladi. 1 gektar maydonga Granstar Plusdan 30-35 gram yoki Unico preparatidan 1-1,2 litrdan ishlatiladi. Bitalli g'alla maydonimizga kelganmiz. Hozirgi kunni ko'zdan kechirganimizda bu yerda begona o'tlardan rapi, suli hamda zarchechaklar bor ekan. Bular uchun Starani hamda Fenizal preparatlarimizni tavsiya qildik. Oziqlantirish uchun Torfa Gumat eng zo'r ishlab bormoqda. Torfa Gumat ko'rib turibsizlar holatni. Torfa Gumat preparatini 1 gektar uchun 2-4 litrdan ishlatiladi. 2-4 litr ishlatilganda samarasi yuqori bo'ladi.